Assalomu alaykum do'stlar. Mana Gazablok uskuna 1,5 ming dollarlik komplekt chiqib ketyapti. Bunda manaqa reskasi, suyunkisi, manaqa mishalkasi, ikkita qolipi bo'ladi. 1,5 ming dollardan. Endi mana da Gazablok uskunasini pol avtomat liniyalarini, qoliplarni relsda yuradigan qilib, manaqa avtomat reskada kesadigan varianti desanglar, bunaqasi 6,5 ming dollardan boshlanadi. Endi Gazablok pena blok ham chiqarsa bo'ladigan 3 tasi birda komplektimiz. Unda manaqa kompressor, mikser, rastvorbochka, pena generator, manaqa mishalkasi, 3 ta qolip yaqinroqdan 3 ta ham yevro yotiq qolipi bo'ladi. Bunda Gazablok ham, pena blok ham, kerak bo'lsa polistra blok ham quysa bo'ladi. Tepasini arralash uchun manaqa o'zini arrasi va manaqa suyunkisi bo'ladi. Suyunkisini ham tenti, sumatolar, dachi-pachi hamma yo'g'i bilan bo'ladi. Buni narxi 1,5 ming dollardan. Dastavkalar adresga qarab, tom suvoq Gazablok, pena blok qo'ysanglar bo'ladi. Mishalkalar ham mana ko'ryapsizlar, ko'plab turlari bor. Keyin Gazablokning asosiy отходini qayta ishlaydigan pirsni stanok. Mana 12, 10, 25 razmerda ikkitadan g'isht chiqaradi. Отходini ham qayta ishlasanglar bo'ladi. Bu yerda ko'plab miqdorda tayyorlanadi. Gazablok, poni, avtomat liniya deysizmi, pol avtomat deysizmi, hamma variantlarda qilib beriladi. Bu yerda endi pena blok uskunalarimiz xonalar bo'lish uchun pergorodka ko'rasizlarmi? Har bir palasalarda profil qilingan usulini variantida hammasi bir xil 4 ga 4 profil. Xonalar bo'lish 12, 30, 60 yarim pergorodga, to'liq pergorod barcha turlarda xudo xolasa bor. Pena blok turbali komplektimiz. Turbali komplektimizda yevro variantida qilingan, yevro qolipga 3 ta qolipi, rastor bochkasi, pena generatori, kompressor, mikser, pulsator, shlankalar, latok tumbalari bilan buni narxi joyida narxi 900 dollar, vodiy bo'ylab 950 dollargacha, O'zbekiston bo'ylab 1000 dollarda olib borib quyishlar o'rgatib ishga tushirib beramiz. Tom suvoq apparatlarini ham agar shu yerdan olib ketsa 250 dollardan qilib mana. Shu yerdan olib ketiladigan bo'lsa bu. Borib ana qilinadigan bo'lsa, ular kelishadigan holatda. Endi mana Legoli varianti. Legoli variantini ko'rayotgan bo'lsanglar, yevro va qolipga qilingan. Endi bu listlarni kerak bo'lsa, o'zini sotib olib, mana turbalik, mana teksini sotib olib, teks varianti ham chiqarsa bo'ladi. Buni narxi bunda ham 3 ta qolip, rastor bochka, pena generator, kompressor, mikser, pulsator, shlanka, latok tumba. Salkam mingta pena blok ketadigan penalar bilan buni narxi 850 dollar joyida, 900 dollar vodiy bo'lib, 950 dollar O'zbekiston bo'lib. Endi trendda bo'lgan yevro komplekt pena blok uskunasini endi hadovoy razmer talab yaxshi bo'layotgan. Mana yevro deyiladi. Farqi mana ko'ryapsizlar, 7 qator profili borligi, taglarida profili borligi, oshiq-moshiqlar qo'yilgani, shularga qarab bo'ladi. Hammasini lista bir xil. 3 pilisavoy Magnitogorskiy brend sort. Rastor bochkasi, kompressor, mikser, latok tumba, penalari bilan pena generatorlari. Buni narxi 800 dollar joyida, 850 dollar vodiy bo'ylab. Agar yaqinroq bo'lsa, undan ham sal tushirilishi mumkin. 1000 dollar 900 dollar O'zbekiston bo'ylab qilib beriladi. Endi mana yevro deydi, mana обычный variantlar belida bunda 2 qator bo'lsa, bunda 1 qator. Bular tagida profili bo'lmaydi, oshiq-moshiqlari bo'lmaydi. Shuning uchun bu обычный hisoblanadi. Bular oddiy обычный 700 dollar, belida 2 qator sal usulli varianti 730 dollar. Hamma yondagi narsalari bilan vodiy bo'ylab 50 dollar qo'shiladi, O'zbekiston bo'ylab 100 dollar qo'shiladi. Umuman bundan tashqari bu yerda ko'rsatmagan assortimentlar bo'ladigan bo'lsa, ular ham hammasini qilib berilaveradi. Bu yerda zahirlarimiz xudo xolasa bor. Manaqa 30, 60 razmerdagi 3 ta asirga qolipimiz bu. Buni ham vaqti kelishilgan narxlarda o'zini tan narxiga beraveramiz xudo xolasa. Mana Gazablokga avtomat liniyasi deganlar uchun Gazablok avtomat liniyalarini ham ponni avtomat qilib beraveramiz. Mana o'z dozatorli bo'lib, sementi, qumi, suvi hammasi tarozi orqali, qumi lenta orqali o'zi elanadigan, o'zini g'alvirlarigacha bo'ladi. Tarozida to'shni kilogramlari o'tiladigan bo'ladi. Mana sement
bunkerni bu yerda kichkina maketga qilib qo'yganmiz. Zakazga qaramasa 45 tonnalik, 50 tonnalik, 100 tonnalik, umuman aytilgan variantida bo'ladi. Qoliplar mana ikkala tarafda qoliplari mana relslari o'tkazadigan aravachasi, bu yerda tagida rolik qoliplari, bu tarafda avtomat reskasi. Shunaqa qilib olib borib, o'rnatib ishga tushirib beramiz. Kimga shunaqa uskunlar kerak bo'lsa, ekranimizga raqamlarga aloqa chiqarasizlar. Kanalimizga like bosishni unutmang.